Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, yangi kuzatuvchilarim. Mashinani zo'r bilan tanishtirmoqchiman sizlar bilan. Ko'rishinglar mumkin, mana ichki holatlarini operatorimiz hozir yaqinroq kelib ko'rsatadi. Mashinamiz tayyor holatda. Ichki hol, poliklari juda ham akkuratni turibdi, o'zi kam haydalgan, akkuratni. Mana 69566 km yurgan mashinamiz holati. Luklar bilan polni full varianti. İchki отделкаларni ham ko'rishinglar mumkin, juda ham akkuratni hammasi. O'zimiz mashina bir qo'l haydalgan. Mana orqa holatlari. Mana hammasi jonli holatda, sizlar bilan tez mashina bilan tanishtirmoqchiman. Mana bagaj holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Gazi bor, 90 talik, 4-pokoleniya. Old taraf bilan tanishtirsam. Mashinamiz juda ham tiniq holatda, motor ovozlarini ham eshitishinglar mumkin. Hozir gazda ishlab turibdi. Juda ham akkuratni hammasi. Oldida ikkita ventilyator qo'yilgan, mana operatorimiz ko'rsatadilar. Bilasizlar, Gentra'da bitta bo'ladi. Bu konditsioner zo'r ishlash uchun qilingan, konditsioner zo'r. 25-iyun 2025-yilda akkumulyator qo'yilgan. Yangi garantiyalari bilan. Birorta ish yo'q. Oldi faralarini ham ko'rishinglar mumkin. Aktivda tiniq mana yoritib beradi. Yon taraflardan ko'rishinglar mumkin, mashina juda ham zo'r holatda. Bu ustalar bilan kelib ko'rishinglar mumkin. Bu mashinamiz zo'r shartlarda Nasiya savdoga beriladi. Yillik stavkalari ham juda ham past, kelishtirib beriladi, tanlari ham zo'r. Bu ustalar bemalol o'zingizga ishongan ustalar kelib ko'rsataverasizlar. Yana Nexus 3 avtomat korobkamiz ham bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning joyimiz shuningdek atroflarda.